Alloh rozi bo'lsin shunchalik vaqt ajratganlaringiz uchun, suhbatlaringizni ayamaganlaringiz uchun Alloh rozi bo'lsin. Duo beringlar hammamizga. Amin. İlahi Bismillahirrahmanirrahim. Avvalo mehribon va rahimli Robbimizga faqatgina o'zini qarontadigan daraja cheksiz hamdu sanolar, hamdu o'qishlar, hamdu maqtovlar bo'lsin. Alloh taolomizni barcha manzaralarda hammamizni qalbimizda nimaiki shar'iy orzu-niyatlarimiz bo'lsa, barcha murod maqsadlarimizga Alloh taolomiz yetkazsin. Alloh taolomiz barchamizni ham iymonimizni mustahkam qilsin, o'ziga bo'lgan ishq, o'ziga bo'lgan muhabbat, sevgini yanada ziyoda qilsin va qalbimizdagi o'ziga bo'lgan iymonni yanada ziyoda qilsin, baraka bersin. Barchalarimiz ibodatlarimiz, solih amallarimiz, darslarimiz davomli va amaliy bo'lishini nasib aylasin. Barchalarimizga ham Alloh taolo o'zi hidoyatga boshlab, iymonni bizlarga loyiq bo'lmasa ham bizlarga munosib ko'rmani shunday ne'matlarni bizlarga loyiq ko'ribdi. Allohim bizlarni endi bundan buyog'iga hidoyatdan adashtirmasin. Alloh taolo o'zi rahmat va marhamatini, barakatini ustimizdan yog'dirsin. Barchalarimizga ham amal qiladigan, ikki dunyoda foydamizga hal bo'ladigan, Alloh taoloning huzuriga borganda bandam sendan roziman deyishligi sababchi bo'ladigan ilmlardan barchamizga ato qilsin. Va sizlarni ham shunchalik Alloh taolo o'zi harakat qilganlarcha har bir bosgan qadamlaringizga, o'zining har bir bosgan qadamlaringizga o'zining chekuvchi hamma fazlini kalimi bilan, barcha ne'matlari bilan, rahmati marhamati bilan bu dunyoda ham oxiratda ham barchalaringizni o'zi mukofotlasin. Barchalaringiz ham kelajakda farzandlaringizni orzu havaslarini ko'rib baxtli mazmunli hayot kechirib, barakatli hayot kechirib yuzda kirishlaringizni nasib aylasin. Barchalaringizni farzandlaringiz kelajakda Alloh taologa itoat qiladigan solih va soliha bandalardan, buyuk olimlardan bo'lib voyaga yetishlarini nasib aylasin. Mana shunday o'tirishimizda Alloh taoloning o'zi al-jannatul firdavsda Alloh subhanahu va taoloning o'zini husni jamolini ko'rib suhbatlashib o'tirib, Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallamni muborak qo'llaridan Kavsar suvlarini ichib suhbatlashib, gururlashib o'tirishni nasib aylasin. Barchamizga ham ikki dunyo baxt saodatini nasib aylasin. Allohumma salli va sallim ala nabiyyina sayyidina Muhammad va ala alihi va zurriyyatihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.